1 kvadrati 4 million so'mdan xonadonlar sotuvini boshladik. Assalomu alaykum barchalaringizga. Sog' salomatmisizlar? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Orqamda qurilgan 7 qavatli elitni liftli pishgan g'ishdan qurilgan va asosiysi kadastr hujjatlari joyida, ya'ni vod bo'lgan domdan xonadonlar sotilyapti. Faqat cheklangan miqdorda, chunki 50% ni sotib bo'libdilar, tegi 50% qolgan. O'rtada bolalar maydonchasi va yana bittasi eng zo'r tomoni, videomiz siz dekabr oyida ko'rayotgan bo'lsangiz ulgurib qoling. Aynan dekabr oyida xonadon xarid qilganlar orasida yangi Cobalt avtomashinasi va qo'shimchasiga televizor, xolodilnik, kir mashina, bitta xonadonning oshxonasi uchun tayyor mebellargacha o'ynaymiz dedilar. Kelmaslarga bitta podest qismini ham ko'rsataman. Joylashgan joyi ko'pchilikka qiziq. Videomizni Jondorlik tanishlaringizga ulashinglar, chunki ushbu Varaxsho turar joy majmuasi Jondor tuman markazida joylashgan. Shunagina yangi bozorning orqa tomonida Zarafshonda sohil bo'yi loyihasi qilinayotgan ekan. Ko'pchilikni xabar bor. Aynan shu sohil bo'yi loyihasini oxiriga to'g'ri keladi. Çöp bazani yonda, ya'ni Zarafshon yonidagi çöp bazani oldida joylashgan. Xo'p, oyoqlarimiz bruschatka. Keyinlar bitta podez haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 4 million so'mdan boshlab deganim, sokolli qavatlar uchun 4 million so'm, ya'ni minus birinchi qavat bo'ladi. Hammasi kvartiraday bo'ladi. Derazalari ham hammasi katta-katta o'rnatilgan va tepa qavatlarimiz 5 million so'mdan boshlab pastga qarab 6 million 200 gacha bo'ladi. Xohlasalaringiz naqdga olinglar, yana skitkasi bor. Xohlasalaringiz ipoteka qilinglar yoki-da subsidiyaga ham olsalaringiz bo'ladi. Kelasizlar, ta'mirlaysizlar, maza qilib yashaysizlar. Endi esa ichkaridan videoni davom ettiramiz. Ayni damda kvartiraning ichki qismida turibmiz. 2 xonali kvartira 61 kvadratligi. Proyekti menga juda ham yoqdi. Bu yerda qaranglar, kiraverish eshigi bo'ladi. Bu yerda esa birinchi xonasi, ya'ni yotoqxona bo'ladi. Barcha xonalarga deraza tushgan. Bu yerda sanuzul xonasi bo'ladi. Suvlar ham keltirib ulab qo'yilgan ekan. Bu yerda esa mehmonxonasi bo'ladi. Anchagina katta mehmonxonamiz va bu tomonda oshxonamiz bo'lyapti. Ayni damda 7-qavatda turibmiz. Tepa qavatdan bitta ko'ringlar. Manzara qanaqa chiroyli ko'rinadi. Birinchidan toza havo, ikkinchidan mana bu yerda mana Zarafshon oqib o'tgan. Shu yerda sohil bo'yi loyihasi shu yergacha yetib keladi. Pastda esa parkovka uchun bisetkalari hamda qo'shimcha narsalar, mana transformatorlarni ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Hammasi qilingan. 7-qavatga biz liftda chiqdik. Liftlar ishlab turibdi. Har bir xonadon egasiga mana bunaqa maxsus chiplar beriladi. Buni nima plyusi desangiz agar, begona odamlar sizlar liftlaringizdan foydalana olmaydi. Faqat o'zlaringiz foydalanasizlar. Endi esa liftni o'zini ko'ramiz o'zi. Suvlar ulangan, quvurlari qilingan, kadastrlari joyida. Liftga yo'l olamiz. Damda liftimizni ichki qismida turibmiz. Kattagina lift, bemalol 6-7 ta odam sig'adi. Mana shunaqa xonadonlar sizlarga ham, bizga ham nasib qilsin. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda raqamlarini qoldirdik. Videomizni yana bir bor Jondorlik tanishlaringizga ulashib qo'yinglar, chunki bunday qulay imkoniyatdan foydalanib qolishsin deymiz. Atigi o'zi 150 ta xonadon bo'lgan ekan, 50% sotilgan, 50% qolgan. Qolgani ham tez orada sotiladi. Hozir ham mijozlari kelib turibdi.